itdan suvoy qarzi bor akamiz uyini hech nima ko'zga ko'rinmasdan kalta yorib ishga ketgan ko'zlari sotuvga qo'yib yubordilar. Akamiz har juma hayit kuni ishlatar ekanlar, xolos mana bu narsani qolgan kuni ishlatishingiz mumkin prokatga beriladigan. Past raqamlar qonun to'g'magilarki, telefoningizni ko'tarishmaydi. Aytganimizdek, akamiz xo'p uyda sartaroshlar remont qilgan, sartaroshlardan ham pulini bermoqlar, oxiri ustarasini tirab kelib olgan, oldin sartaroshlik qilishgan ekan. Past raqamlar o'sh ko'tarishmaydi. 3 sotiylik 52 mingga berib olar ekanlar uyda. Xo'p, uyni sotib vaqt yarim pulini adin ekspertga tikarganlar, yaxshi niyatda telefon qilishingiz mumkin. Endi uyda aytganimizdek antrakti chiqib yotibdi, gazi yo'q, kanalizatsiyasi yo'q, joyda yashayman, menga kerak emas qolgan narsa deydiganlar uchun zo'r variant. To'g'risini aytib beramiz. 3 sotiylik uyda oldi juda ham keng. Siz akamizni ko'ngli tor bo'lib ketgandan uyi keng bo'lib ketgan. Akamizni endi akamizni aytaveramizda, hayoti barday bo'lib ketdi, uylari ham o'sha hayotlar bilan bir xil barday bo'lib turibdi. Endi bu akaga yordam qiladiganlar karta nomer qoldirmaymiz, like bosib qo'ysalaring, o'sha ham yordamni hisobida o'taveradi. Telefon qilsalaring 52 mingga problema zarur bo'lsa sotib olaverasiz. Sizga baraka. Farg'onada Marg'ilon bor, Marg'ilonda akvaparkda oldida 3 soti 4-5 xona uy bilan sizga. Bonusiga mana shu abdastani beradilar, baribir ishlatmas ekanlar. Jumavoy akamiz uyiga like bosib qo'yasiz. Bosh homiy Baraka Villas Group. Islomiy moliya asosi ustiga qurilgan.